Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Shu Kanaman Agrobank filialidan shu kredit olish ehtiyoji bo'lgan fuqarolar yig'ilgan edi. Shu maqsadda kim qaysi mahalladan kelgan bo'lsa, shu turib o'zini tanishtirib, shu kredit olish qaysi yo'nalishda olish o'sha yo'llanmalar o'shanga qarab kredit ajratamiz. Ipak mahallasidan Azamat Ipak mahallasidan keldim. Ustochilik ishlari bo'yicha kredit olmoqchiman. Elektr jihozlari, avto elektr sozlash, diagnostika qilish, shunaqa yo'nalishda kredit olmoqchiman. Shuncha bora shu ustochilik qilishga, nima qilishga ishla bilasizmi? Частный o'zim ishlayman, usto chaqiradi, yordamga boraman. O'sha yerda ustaxonada ishlayman. Qo'shimcha a'zolaringiz yana biror kishi ustochilik qilib biladimi yo o'zingiz faqat usto? O'zim mahallamizda ustaxona bor, o'sha yerga yordamga chaqiradi, boraman. Qiziqish nima bor? O'tir. Apatstrasmi? Savdo mahallasi. Malik работ. Qurg'ondanmi? Chorvachilik bo'yicha mol olib, sut qatiq anaqa yetishtirish. Shu. Sharoit bor, chorva mollar qilish bilan sharoitsiz bo'lgan uyga. Qo'shak deganda nima qarashtirma, ozuqa nimalardan kerak? Hammasi. Rahmat. Ipak yo'li mahallasidan Dilnoz. Dilnoz qo'yinglar. Siz turib nima Alloh mahallasidan? Men Alloh mahallasidanmi? Hozirgi kunda ishsizman. O'shaning uchun kredit olib chorvachilik yo'nalishi bo'yicha chorva biznesini qurmoqchiman. Qanday go'shtlik molmi yo sutlikmi? Qanaqa? Ikkalasidan. Sutlik ham, go'shtlik ham yetishtiramiz. Sharoit bor, molga qarashsa. Go'sht olib sizlar chorvachilik. go'shtlik molar. Yirik shoxligimi yo mayda quyimi? Yirik shoxligimi? Sizga ham o'sha nima bor? Faoliyatni shug'ullanib yuribsa, borami? Agrobankdan oldin ham shu soha bo'yicha kredit olib, chorva qilganmiz. Yangi asrdan oldik. Sut. Avval shug'ullangansiz.